Xo'rozni qarang. Xo'roz qichqirishligi Allohga yoqar ekan shu. İmkoniyat bo'lsa uyda xo'roz bo'lsin. Chunki xo'roz qilishligida Xudo mana shu xo'rozni ovozini yaxshi ko'rar ekan. Hammani tahajjudga uyg'otayotgan, tahajjudga alohida chaqiradi. Bomdodga alohida chaqiradi. Bir boshqa hayvon kelib, "Ey xo'rozjon, seni ovozing juda xushbo'y, bir xush ovozsan. Alloh seni ovozingni yaxshi ko'radi-da." Bedanani ovozini Alloh yaxshi ko'raman demadi. Alloh xo'rozni ovozini yaxshi ko'raman. Chunki ertalab odamlarni namozga uyg'otadi-da. Ovozing shunaqa zo'r. Xudo seni ovozingni yaxshi ko'radi. Nimaga 7-osmonda uchib yurmaysan deganda, to'g'ri, men odamlarni ibodatga uyg'otaman-u, bitta kamchiligim bor. Nima desa, xotinbozman degan. Shu xotinbozligim meni boshimni egib qo'yadi degan.